Teleskop. Ha, ashdan bilan aytyapman sizga. 30 ming aka ular. Donaga. Pullarimiz ham bor, 10 ming so'mdan beramiz. Bo'ldi, akamiz hozir o'zi ko'rib ham tanlaydi. Maslahatni ajratib. Bo'ldi, beramiz. Qishning eng kuchlilari mana. Pirani Astronaut. Mana vertolyot. Sizlar vitaminlar ham bor. Mana Germaniyada shundoq futbolchini qara mana. Terma jamoadagi olmayapti shuni. Mana qara. Koptoy bilan ikkalasi bir-biriga yopishib qolganmi buni? Ne qoyil. Mana shuni terma jamoada joyi yo'q shunga. Voy voy. Eng qiyin narsa kambag'allarni ishga jalb qilishdir. Ularga tekin narsa bersangiz, ular buni tuzoq deb o'ylashadi. Ularga bu kichik investitsiya ekanligini aytsangiz, ular ko'p pul ishlay olmaysan deb aytishadi. Ularga katta pul tikishlarini aytsangiz, ular puli yo'qligini aytishadi. Ularga biror bir yangi ish qilishlarini aytsangiz, ular tajriba yo'qligini aytishadi. Ularga bu an'anaviy biznes ekanligini aytsangiz, ular buni qiyin deb aytishadi. Ularga do'kon oching deb aytsangiz, ular erkinligi yo'q deydi. Ularga yangi biznes boshlashlarini aytsangiz, ular yangi biznes yurib ketishiga isbot so'rashadi. Ular Google dan so'rashni va o'zi kabi umidsiz do'stlarini tinglashni yaxshi ko'radilar. Ular universitet professoridan ko'ra ko'proq o'ylaydilar va ko'r odamdan kam ish qiladilar. Kambag'al odamlar bitta umumiy narsa tufayli muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Ularning hayoti kutish bilan o'tib ketadi. Men Ronaldoman, qarang. Yo'q, qarab turing hozir. Men Einstein bo'la olaman. Yo'q, hazillashdim, mayli. Kelinglar davay avatar bo'lib ko'ramiz. Kayf. Endi qarang. Tak. Keling endi Angelina Jolie bo'lib ko'ramiz. Какая красавица bor. Agar siz ham shunaqa o'rganmoqchi bo'lsangiz, izohda 7 raqamni yozib qoldiring, men sizga batafsil ma'lumot
Мына видеода байқасаңыздар 24 сағат бойы телефонда ойын ойнап отыр. Және де қандай зиян